Uy olmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shunaqa lokatsiyadan uy olish kerak. Qaranglar, devor qismimiz qanaqa go'zal. Bilasizlar, uy olishda eng afzalliklardan lokatsiya bo'ladi. Bu lokatsiyamiz Murobod rayonida joylashgan Parkwood Novostroykasida bo'lib o'tadi. 2 xona 64 kvadratdan iborat. Ko'rdinglar, devorimizda 24/7 axrana, podzemnoy parkovkalar, xullas hamma narsa zo'r darajada. Bu yoqda bizni spalniya qismimiz, spalniyamizni ham qaranglar, maza qilib kelib damda oladigan, yangi yilga yangi uy padarka qilmoqchi bo'lganlarga bu uyimiz ayni muddao do'stlar. Kirish qismimiz, kirganimizda bizni o'ng tarafimizda zerkalli oynalarimiz bor. Xo'p, bu yoqda esa mana stroyniy shkaflarimiz, xullas, mana potolokgacha qilib ta'mirdan chiqarilgan. Xo'p, koridor bo'ylab kelganimizda bizni o'ng tarafimizda sanuzel qismimiz joylashgan. Sanuzelimizni ham ko'rishinglar mumkin. Nima kerak bo'lsa sanuzelimizda barcha mebel, texnika, hamma narsasi bor. Xo'p, endi bu yoqda esa bitta zal o'rnida, ya'ni mehmonxona o'rnida bemalol foydalansangiz bo'ladi. Uyimizda 100% topli pol, qaranglar, yumshoq mebellarimiz ham eng sifatlilari qo'yilgan. Mana svetilniklarimiz va bu yoqda esa bizning mana televizorniy zonamiz, komodlarimiz, bu yoqda esa mana suvenirlarimizga alohida joyimiz bor. Bu tarafimizdan ko'cha tarafga qaragan balkon qismimiz ham bor. Eshiklarimizni ko'ryapsizlar, eshiklarimiz ham eng sifatli taxtalardan, Parkwood deganidek taxtadan eng zo'rlaridan qilingan. Bu yoqda esa oshxona qismimiz 4 talik stul qo'yishgan posudalari bilan va oshxona qismimizda barcha mebel texnikalarimiz, Hoffman texnikalari o'rnatilgan. Xo'p, bu yoqda esa bizni xolodilnikimiz juda ham chiroyli obmanka qilib qo'yilgan. Uyimiz narxiga keladigan bo'lsak, pastda opsiyaniyada yozib qoldiramiz. Sizlar bilan Muhibullo Madrahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar.